Tezroq o'tsangiz bo'lmaydimi? Voy o'lay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uyingizga qulchilikka keldik. Bizoraga. Voy, hop. Bu bo'lajak kuyov. Voy, kelinglar. Holiga qarashga ham suv sepishga ham ulgurmadim-da. Hujjat qilib opajon, adasi yaxshi ko'rgan she'ringizni aytib bering. You assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is stick a shaking off of me and it'll. Dadam o'zi Orol dengiziga olib borish kerak edi, ancha to'ldirib beradilar. Voy, nonlarimiz ham qotib qoluvdi-da. Bo'laveradi. Ana, o'tib yumshoqina qilib berdilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bizora. Bugundan boshlab bizni polamiz Botirga kelin bo'lasan. Bu degani bizni bir polagimiz bo'lasan. Polam bilan baxtli bo'linglar. Amaki, rosa salat yeyapsiz-a? Opa kiyimimni yuvib bering, rosa kir bo'lib ketibdi. O, pola. Rahmat amaki. Ades pajanida ishlasalar bo'lar ekan. Voy, o'g'lim ham keldi. Qo'lingdagi marojnami? Assalomu alaykum aya. Ha, marojna. Voy, xo'jangiz jim bo'lib qoldilar-ya, suv purkamasdan. Oldiroq marojna bersak bo'lar ekan-a? Bizoraning akasimisiz? Botir, baxtli kattasanlar. Uf, aka yana dadam chaqiryapti. Ha, yo'q-a. Ketdik. Botir, boya nima ish buyurgandim. Gapirma. Baxti. Nega molda boqmading? Bezbet, betamiz. Men Tushuntirma. dada nimaga bizga Bdan boshlanadigan ism qo'ygansiz? Ha, haqiqatdan Olim, Ilhom, Zokir ismlar bor, o'shalarni qo'ysa zo'r bo'lar dedi. Zokir? Haqiqatan. Zokir deb bekor aytibman. Dada bizni o'g'lim deb chaqiravering. Dada tinchlikmi? O, Barno. Ha, Barno, dadam oldi kelyapsan. Ha, dadam uzun she'r aytib berdilar. Barno, ovqating pishdimi? Yo'q, ozgina bor. Borishmi? Bo'p qopdi-yu. Buni o'tirish. Ovqat yemaysizlarmi? Qornimiz to'q, dada. Aka ChatGPTga yozdim-da, odamda 45 litr suv bo'lar ekan. Ana dadamda qandaydir. Dadamda kamida 100 litr bor. O'pkamni yording, senmiding? Dadammi debman, ey. Bittaga menga o'xshab seryozni bo'lmadilaring. Borlaringga. Dadam yaxshi ham noz chekmaydi. Aytmayni. Aytgancha, bugun kenjatoy o'qishdan kelar ekan. Keldi ana. Dada. Shake, madam, shake. Madam, shake. Qonu, qo'lla qatta. Bolalar ko'chada o'ynashayotganda dadasi. Qarmayetlar. Aka dadam. Pishdik. Botir. Ulgurmadim. Dadasi bozorliklar esingizdami? Ha? Bodring, pomidor, balgar, baqlajon. Bo'ldimi? Yoz esingizdan chiqdi, hamma aytmay qo'yavering. Dada, qaysi ashulani yaxshi ko'rasiz aytib bering. Ha? Boylama. Ha, yana bitta zo'r bor. Bo'ldi dada, bo'ldi. Aka cho'milib kelaylik. O'g'lim dadang bilan ukang qayerda? Cho'milishyapti. Ha? Gaplashib o'tiribdi demoqchiman. You assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say. Va, suv yetmay qoldi-yu. Bu boqcha boshqa boqcha. O, dada shu tezakchi sal beyo'roq ayting. Dada Realmisiz, Barsamisiz? Real deganingni darmet. Shake, madam, shake. Madam, shake. Botir, baxti. Uf, aka yana dadam chaqiryapti. Hech bo'lmasa shu sovuqda dadam bilan kamroq gaplashsak bo'lardi. Bo'llaring. Ha, prezidentlik bu nima soch? Bekorchi, public. Uka, nimadir qilmasak bo'lmaydi. Dada shaharda qanaqadir infeksiya tarqalibdi. Mana shu maskani taqib olib sizga olib keldik. Infeksiya? Bo'ldimi? Foydasi yo'q. Barno, bormisan? Borman, dada. Qulchilikka keluvdik. Biznikigami?
Ha, qizingizga sovchilikka keluvdik. Parnogami? Kelinglar. Choy. Iching. Qizingizni ko'rsak bo'ladimi? Qizingiz ham o'ziga o'xshagandir, a? Albatta. Parno. Biror nima deng-chi? Assalomu alaykum. Voy xudoga shukr, unaqa emas ekan. Bu Barno. Pazanda, beg'ubor. Bo'ldi, jonga tegdi. Meni qanaqa joyga olib kelding? Yuring, opa ketdik. Qizi boshidan qolsin. Mayli dada, qo'yavering. Men sizni qanday bo'lsangiz shundayligingizcha yaxshi ko'raman. Bilardim. Boringga shukr. Bonu, pollaring qani? Bilmadim dada, siz yerda yurishuvdi. Qarmayetlar. Aka yoki bular tog'amiz yutqizdi. Nabiy aka kim bilan urishadi? Dadamiz bilan urishadi. Bo'ldi urushtiramiz. Botir baxti. Urushmaydimi deyman-da. Bog'da shuncha turganda bitta nima qilyapsanlar? Dada biz video olayotgandik, bloger bo'lmoqchimiz. Bloger? Qanaqa bloger? Dada patcha solmoqchimiz. Siz bilan savol javob qilsak bo'ladimi? Podkast bo'pti, boshladik. Qo'llaring, ber savolingni. Demak, ko'rsatuvimizning bosh homiysi Zotlik. Qaysi sport turi yoqadi? Basketbol, Yaxshi ko'rgan viloyatingiz. pora, Yaxshi ko'rgan rangingiz. gardovoy, Yaxshi ko'rgan kinolaringiz. bir nechta. Garri Potter, Hobbit, Batman. Multfilm so'raymi, so'ramaymi? Ha, Pendi. Zo'r multfilm. Homiy ushlab tur deganda bu darmet. Dadasi, sen bolangizga qo'shilib oldingizmi? Undan ko'ra aytgan narsamni olib bersangiz bo'lmaydimi? Palaruqdami? Ko'rdingizmi? Nima kerakligini ham bilmaysiz. Ha, pomada, pudra, tush, pulli kosmetika kerakda. To'g'rimi? Rahmat, makiyaj qilganday bo'ldim. Davom etamizmi? Dada to'xtab tur, mikrofon ishlamay qoldi. Dada bizga zo'r g'oya keldi. Biz orqada savol berib ketamiz, siz oldinda javob berib ketasiz. Instagramga zo'r ketadi-da bu. Shunday bo'ladi. Qalay, popladimmi? Dada biz kelishib oldik, siz bilan onlayn podkast olamiz. Uyda yotib intervyu beraverasiz. Bo'lmaydi. Offline olasan. Ha, arting, yaxshilab arting. Bizlar uyda sochiq yo'q, hamma joyi yoqib tashlang. Oyoq kiyimini yechib kirsang bo'lmaydimi, gilam rasvo qilmasdan? Xo'p, bo'ldi, oyi uzr. Mol, o'zi qatdan ham asabim buzib qani kulga chiqding? Hamma joyim chang bo'lib ketdi. Ha, cho'zilib yotib oling, qolgan joylari ham chang bo'ladi. Namuncha bidir qilasan? Ana istiqbol uzdagilarga aytsak, mebelingni ham, gilamingni ham zo'r qilib yuvib berishadi. Istiqbol uz? Voy. Ha, Parashodxon, hormang. Tapchga nima deyapti? Ha, istiqbol uz bor-ku.